Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Mana bu suvimizga bugun quyoqlarimizga mana yod soldik. 3 litr suv bu. 3 litr suvga men hozircha mayda quyoqlarim borligi uchun 3 litr suvga 3 gram solaman. O'zi yetadi. Ko'p solsa bo'lmaydi-da. Mana yod soldik. Mana oddiy yod. Bu ham aptekalarda bor, oddiy yod. Quyonchalarimizga juda foydasi yaxshi. Bularni yod berishimizdan maqsad ustilariga ham quyonchalarni sepaman, joyi keladi, suv taxlayman-da. Suvni ichiga baklachkaga taxlab, nimasini qapoqchalarni teshaman-da, uy sharoitida bularga yodlik suv qilib ustidan sepib chiqaman. Yozni kunida, endi qishga sepa olmayman o'zi. Yozga shunday qilaman. Ancha dezinfeksiya bo'ladi, rivojlanishi yaxshi bo'ladi, shamollamaydi quyon. Oddiy uy sharoitida shunday qilsa, ana yodlik suvimiz tayyor. O'zim sizlarga rangini ko'rsataman. Hozir. Yod solingani bilinmaysin. Rangi qizil bo'lib ketmasin. Ko'p solinmaydi. Chunki men yosh nimalarga beraman-da quyonchalarga. Shuning uchun 3 litr suvga 3 gram, 2 gram, 3 gram solsa bo'ladi. Mana rangi mana shunday bo'ladi. Bilinmasin, rangi qizil bo'lib ketmasin, yod sariq bo'lib ketmasin-da. Mana shunday bo'ladi o'zi. Kam solinsa o'sha me'yor yetadi o'zi. Mana endi quyonchalarimizga qo'yamiz bular. Mana shunday oziqlanadi. Shu bilan yod bilan bularni eshiklarini ochishga qiynalyapman. Ketakchamiz kelgancha endi. Mana. O'zim bularga qo'yaman. Chanqatib masalan ana 11 soat, 11 mi, 10 mi. Mana shunday payti bersangiz suv ichkisi kelib o'tirgan bo'ladi. Yaxshi ichadi-da. Qoldirmasdan ichish kerak buni. Shuning uchun bir kun haftasida oyida bir hafta yodlik suv beraman. Shu bir haftaning ichida vitaminlarini beraman va shu bir haftada lichina qilaman bularga. Keyin shu bilan bir oy biron narsa kerak emas bularga keyin. Ana bir oyda bir hafta shug'ullanasiz shu. O'zini dezinfeksiyalari bo'ladi, nimalar